Biz istagan narsalarimizni emas, istamaganlarimizni o'ylab yashaganimiz uchun baxtli emasmiz. Chunki diqqat faqat negativlikka qaratiladi. Qayerda qaratilish bo'lsa, o'sha yerda yaratilish bo'ladi. Ya'ni sizni fikrlaringiz hayotingizda aks etadi. Hayotingiz o'zgarishini istaysizmi? Siz nimalarni xohlaysiz? Keling, hozir men aytgan fikrlarni men bilan birga tasavvur qiling. Mening ota-onam eng yaxshi va mehribon insonlar. Mening turmush o'rtog'im eng oliyjanob inson. Meni tanlagan kasbim eng zo'r kasbdir. Meni ishim qiziqarli, yoqimli ish. Menga har kuni katta pullar keladi. Katta pullar doim meni hamrohimdir. Allohim doimo men bilan birga. Sevgan insonim meni yoqtiradi. Meni turmush o'rtog'im millioner. Allohning menga atagani meni so'raganimdan-da go'zalroq. Hali o'zim anglamagan yoqimli kunlar meni kutmoqda. Allohim menga eng yaxshilarini yuboradi. Meni barcha orzularim ushaladi. Men buyuk davlatda yashayapman. O'z xalqiga mehribon va g'amxo'r rahbari bor yurtning fuqarosiman. Mamlakatimda doimo tinchlik hukm suradi. Meni xalqim bir-biriga mehribon va oqibatli insonlardan iborat. Meni yo'limda faqat yaxshi insonlar uchraydi. Men faqat meni quvontiradigan yaxshi xabarlar eshitib yashayman. Atrofimda hamma saxiy va boy insonlar bor. Meni do'stlarim oq ko'ngil insonlar. Meni yaqinlarim va men omadli insonlarmiz. Meni atrofimda faqat muvaffaqiyatli insonlar bor. Dunyoda bir-birini qadrlab, sevadigan insonlar ko'p. Meni atrofimni faqat sadoqatli insonlar o'rab turadi. Meni ishim borgan sayin gullab yashnamoqda. Orzularimning barchasi birma-bir ushalmoqda. Men kundan kunga sog'lom va yosharib bormoqdaman. Men sevimli, kerakli ekanligimni his qilib yashayapman. Men kundan kunga boy va muvaffaqiyatli inson bo'lib bormoqdaman. Qadrdonim, har kuni shunga o'xshagan yoqimli so'zlarni doimo takrorlab boring. Siz hayotingizni ongingizdan o'tgan fikrlar va tilingizdan chiqqan so'zlar bilan o'zingiz istagandek yaratib borasiz.
Siz bilan Nafosat Omonova bo'ldi.